Har bir davlatning taraqqiyot darajasi ko'p jihatdan uning zaminidagi qazilma boyliklariga bog'liq. Bu boyliklarni izlab topish va iqtisodiyot tarmoqlariga foydalanishga topshirish vazifasi esa geologlar zimmasiga tushadi. Ushbu sharafli vazifani bajarish uchun soha mutaxassis geologlari foydali qazilmalar konlarini zamonaviy uslublar, texnika va texnologiyalarni qo'llagan holda izlab topish, baholash, ularning zaxiralarini hisob-kitob qilib davlat balansiga kiritish bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari, dunyo geologiya fani va amaliyotining yutuqlaridan har tomonlama xabardor bo'lishlari zarur. Agar so'nggi 7-8 yilning o'zini tahlil qiladigan bo'lsak, tog' kon, metallurgiya, qurilish, kimyo va sanoatning turli boshqa tarmoqlarini rivojlantirish uchun foydali qazilmalarni izlash va qidirish ishlari yo'lga qo'yildi. Geologlarning fidokorona mehnatlari tufayli oltin, uran, mis kabi strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan metallarning zaxiralari va qazib olish hajmi bo'yicha O'zbekiston dunyo mamlakatlari orasida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Aytish kerakki, respublikada yer osti suvlaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish ham tog' kon sanoati va geologiya vazirligining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, bugungi kunda vazirlik tomonidan keng miqyosda yer osti suvlarining yangi manbalarini izlash va zaxiralarni baholash ishlari keng ko'lamda olib borilyapti. Jumladan vazirlik tizimidagi O'zbek gidrogeologiya davlat muassasasi tomonidan mineral xomashyo bazasini rivojlantirish davlat dasturi doirasida 2025-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'zatov tumanida yer osti mineral suvlari uchun gidrogeologik tadqiqotlar o'tkazdi. Natijada chuqurligi 1000 metr bo'lgan burg'u qudug'i orqali davolash shifobaxsh xususiyatiga ega bo'lgan mineral suvlarning yangi zaxirasi aniqlandi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu mineral suvdan kelgusida aholi salomatligini tiklash va davolash maqsadida Bo'zatov tumanida yangi sanatoriy barpo etish rejalashtirildi. Shu sababli mazkur quduqda dori vositalarini standartlash ilmiy markazi tomonidan yer osti mineral suvlarining minerallik xususiyatini aniqlash uchun laboratoriya tahlillari va suv haroratini o'lchash ishlari olib borildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi texnik topshirig'i asosida burg'ulangan quduq kelgusida undan samarali foydalanish maqsadida Bo'zatov sanatoriysi mas'uliyat cheklangan jamiyatiga foydalanish uchun topshirildi. Sanatoriy 2025-yilning 17-oktyabrda ishga tushirilgan bo'lib, bunda 110 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Bo'zatov sanatoriyasi umuman 200 o'ringa arналган bo'lib, yil davomida 6000 aslan dem oluvchiga salomatligini tiklab beradi. Ulug'ma maydoni 12 gektardan iborat. Bu yerda bir dana yerasti mineral suvi chiqadi. O yerasti mineral suvimiz 1040 metrdan chiqib turibdi. Dekarnant qurami yotli bromli quramga ega bo'lib hisoblanadi. Qasiyatga ega dem oluvchilarga suv yem sifatida foydalanamiz. Gidrogeologik tadqiqot ishlari va yer osti mineral suvlarga quduq burg'ulash ishlari vazirlik tizimidagi O'zbek gidrogeologiya davlat muassasasi tomonidan amalga oshirildi. Muassasa bugungi kunda respublikaning barcha hududlarida yer osti suvlarining yangi manbalarini aniqlash, zaxiralarni baholash, monitoringini olib borish hamda noan'anaviy usuldagi suv olish inshootlari qurilishini asoslash ishlari bilan shug'ullanmoqda. Buning uchun 6 ta hududiy dala gidrogeologiya ekspeditsiyalari, 20 ta gidrogeologiya va kuzatish stansiyalari, 50 ta burg'ulash otryadlari, 200 ta maxsus texnika va 1000 dan ortiq mutaxassis xodimlar jalb etilgan. Bugungi kunda vazirlik tomonidan yer osti suvlarining yangi manbalarini chuqur qatlamlarda, paleozan maydonlarda va noan'anaviy usullarda qidirib topish uchun 20 ga yaqin gidrogeologik loyihalar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida Bo'zatov tumanidan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot, Ellikqal'a, Beruniy va To'rtko'l tumanlarida ham yer osti mineral suvlari uchun geologiya qidiruv ishlari o'tkazilmoqda. Aytish kerakki, O'zbekistonda aprel oyining 1-yakshanbasi geologiya sohasi xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Bu haqdagi tegishli qonun 2018-yilning dekabr oyida qabul qilingan. Fursatdan foydalanib xalqimiz uchun yer osti boyliklarini izlab topayotgan zahmatkash va fidoyi geologlarni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz.